kun issiqligini konditsionerga yoqib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Siz oddiy tarif chaqirgansiz. Bu matiz bo'lsa. O'zingiz uchun ham qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi sharoitingizni? Men plyus mashinangiz yoq-buyog'iga qarab qo'ying, hidiga chidab bo'lmayapti. Namuncha kelishingiz qiyin bo'lib ketdi. Mehmondorchilikami? Ha, xudolarnikiga, yo'qlovga. Siz ham rosa sekin keldingiz, kechikib ham ketdim o'zi. Ay yo'llarni ko'rmaysizmi, hamma joy chuqur bo'lsa. Mana onam, keldik. Qancha bo'ldi? 19 ming bo'libdi. Va. Bir qadamga ya. Endi programma shunaqa ko'rsatdi. O'zi yarim soatda kelgan bo'lsangiz. Yana 19 ming. Uyalmaysizlarmi? Mana men 10 ming. Gaz ko'tarilgan, benzin ko'tarilgan to'g'ri keldi. Mening nima ishim bor? Gaz ko'tarilgan kecha bir qadam joyiga shunday qilib oldim. Mana 2 ming. Menga unaqa qaramang. Xo'p. Alo. Kechdaman, alo. Aka, o'sha 6 yetishgan tegidaman. Qarang aka, men boshqa taksiga ketdim-da. Hozir akasi atkaz qo'raman, mayli? Qanaqa qilib atkaz qilasiz? Shoshayotganim, o'shanga boshqa taksiga ketyapman. Aka, men yo'l bosib kelyapman. Xo'p, atkaz qilar ekansiz. Hech bo'lmaganda rasxodni bering bo'ldi. Menga qara, qanaqa rasxod? Boshqa o'tirmagin, xo'p. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taksimidi? Ha, taksi aka. Aka, bitta joyga borib kelishimiz kerak. Bo'lib chiqing. Aka, shudim, hozir 5 minutda chiqaman. Ketib qolmang faqat, aka. Okey, vaqt tezlashing. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rdingiz-ku. Xo'p, bo'ladi. Ularda lekin bor. Qachon chiqarkin endi? 20 minut bo'ldi kelganim. Chiqarmikan yo'qmi bu? Kiraychi. Voy mashina. Orqa eshigi bor ekanmi? Eshikdan olsasin. Nega bunaqa insofsiz bo'lib ketyapti odamlar? Alo. Eshitaman. Nima? Bo'ldi, hozir yetib boraman.